Ko'pchilik biladi, Android telefonlar ishlatgan vaqtingizda Androidlar qatishlar ko'p bo'ladi. Shuning uchun hozir ko'rsatadigan fishka sizlarda telefonni qatishini kamaytirib beradi. Buning uchun ishlatasizlar. Birinchi navbatda nastroykaga kirasizlar. Bu telefon Redmi. Hop, o telefonga kiramiz va bu yerdan все parametrga kirasizlar. Все parametrga kirganimizdan keyin yana pasaga tushsak, versiya MIUI degan joyi bor. Üstüne 3-4 marta basasizlar, yine разработчик degan joyni ochib beradi bizlarga. Ochildi. Endi orqaga qaytamiz. Настройкаga chiqamizdan bu yerdan расширение настройкаga kiramiz. Shu joydan. Girganimizdan keyin bizlarga pasaga tushsak, для разработчик degan joy ochib beriladi. Giramiz va eng pastga tushamiz. Hop, animatsiya переход degan joylari bor. Birda turibdi. Shu hammasini olib chiqishimiz kerak. Bez animatsiya и без animatsiya. Natijada endi yordam bo'lsak, telefonimiz qat'iy ishlab beradi. Buni qat'iy ishlashi sababi telefonning ichidan nagruzkani kamaytiradi. Shuning hisobidan telefon tezroq ishlaydi. Ayniqsa budjetli telefonlarga katta foyda etadi. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar, podpiska bosishlardan chiqmasin va videoni Androidchi donishlarga tashlab qo'ying.